Qorincha ham chiqadi-ku. Yomon ishtiligini. Bir mastava yeymizmi? Ha, mastava. Variant. Ketdikmi bochkaga? Bochka ketdikmi? Ketdik davay. Ketdik. Bochka bo'lsa bochka. Kecha mastavacha zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Bugun obedga 5 barmoq yemaymizmi? Yeymiz. Ketdikmi Cherniyapga? Ketdik davay. Ketdik da, tamam. Kecha 5 barmoq udar bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Ana, bugun kechga biz samsaxo'rlik qilmaymizmi? Ana, kim bu? Bir şey. Alo. Qushni sultonlikni dadalarisiz. Ha, menman dadasi. Ertaga ota-onalar majlisiga kelib ketinglar iltimos. Domillo qarang. Ishlar juda ham ko'p-da, ishlar ko'p. O'shanga bora olmaymiz. Ha, o'zlaring bir amallab turinglar, xudo xolasa kengisida qatnashamiz, ha. E'tiborli biz, ha. Kengilarga bo'pti. Ota-onalar maynisa kelmaysizmi deydi. Vaqt bizga. Vaqt yo'q. Samsaga ketdikmi? Xira. Jizzaxga. Jizzaxda nima bu? Moskva ketdik Samsaga, Moskvaga. Qanday Moskva? Moskvada shunaqa zo'r samsa bu, sen u samsa yemabsan, bu dunyoga kelmabsan. Mikat 50, eshit. Angor targoviy sentrning yoniga. Ha, kenja somsa bor. Shunaqa zo'r tomchi somsa qiladi. O'zimizda bratlar. Mana tomchi somsami? Dastavkalari bormi yo'qmi? Любой tishqa dastavka yetkazam. Moskva bo'yicha mana shunaqanday telefon qilsang bo'ldi. Eng zo'ri borki, yo'da stroykalarga 200 ta, 300 ta, 1000 ta. Bemalol avion qilib bera oladi. Ketdikmi biz Samsaga? Ketdik, Moskva ketdik. Samsa qo'yliq kelan qara. Samsa mendan bilet sendan ketdi. Gap yo'q, gap. Samsa men olib beray, sen biletni? Samsa men aytdim senga. Shunga sen bilet olasan-da. Yo'q, men biletni olay, sen Samsa ol. Xo'ja, uyimizni qilib qilmay, bo'lmasa ota-onam aytsa ketay. Wa cha cha,